Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, tashkilot rahbarlari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 3-yanvar 2025-yildagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish, tartib-tamoyillarni takomillashtirish to'g'risida PF-17 farmoni qabul qilingan. Bu farmonga asosan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasiga yo'naltirilgan mablag'lardan foydalanish xalq deputatlari tuman kengashlari qarorlari asosida amalga oshirilishi belgilangan. Bundan tashqari 9-bandida asosan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'larini tuman, shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazi hamda iqtisodiyot va moliya bo'limlari bilan kelishilgan holda quyidagi ijtimoiy loyihalar amalga oshirilishi yo'naltirilishi belgilab berilgan. Tuman aholining hayot kechirishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, amaliy va infratuzilmaviy muammolarini bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni moliyalashtirish, tuman sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlarini moliyalashtirish, ekologiya va atrof-muhitni asrash, aholi salomatligi, sanitariya, gigiyena salomatligini yaxshilashga qaratilgan hamda boshqa zarur tadbirlarni moliyalashtirish belgilab kiritilgan inobatga olib, tuman aholisining hayot kechirishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, amaliy va infratuzilmaviy muammolarni bartaraf etish bo'yicha quyidagi loyihalarni shakllantirdi. Yuqoridagilardan Uzunqishloq mahalla fuqarolar yig'inidagi 48-maktabda tahsil olayotgan o'quvchilar asosiy avtomobil yo'lidan xavfsiz o'tishlari uchun piyodalar yo'laklari chizish hamda osma svetoforlar o'rnatish xarajatlari uchun 30 million. Soybo'yi mahallasida 28-maktabda tahsil olayotgan o'quvchilar asosiy avtomobil yo'lidan xavfsiz o'tishlari uchun piyodalar yo'laklari chizish hamda osma svetoforlarni o'rnatish uchun 30 million. Xuddi shunday Chak MFI'dagi 22-maktab oldiga, xuddi shunday Ozod MFI'dagi 12-maktab oldiga, Istiqlol mahallasidagi 16-maktab oldiga har biriga 30 million so'mdan mablag' ajratilishi taklif etilmoqda. Bundan tashqari, aholini bir necha 10 yillardan beri qiynab kelayotgan ichimlik suv muammosini hal etish bo'yicha Bog'shamol mahallasiga 50 million so'm. Chak MFI'dagi sel oqimidan zarar ko'rgan xonadonlarni qurilish ta'mirlash ishlariga 14 million so'm. Shuningdek, so'nggi yillarda davlatimiz rahbarining e'tiborlari bilan aholiga ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablarga jalb etish va ularni ta'lim olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga ustuvor vazifa sifatida qaratilmoqda. Mazkur yo'nalishda nogironligi bo'lgan bolalarni sifatli ta'lim olishlarini ta'minlash maqsadida 26-27 fevralda Namangan viloyati hokimi va xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi raisi bilan kelishilgan 2026-yilda Namangan shahar va tumanlaridagi umumta'lim maktablar tashkil etilgan korreksion sinf xonalarini infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'lari hisobidan 26-yil davomida jihozlar taklif etilayotgan ta'lim muassasalarining manzilli ro'yxati tasdiqlangan. Yuqoridagilarni inobatga olib, manzilli ro'yxatga kiritilgan Qo'zg'olon tumanidagi 49, 54, 3, 18, 5, 9 va 8 ta'lim maktablarida korreksion sinf xonalarini jihozlash bilan ta'minlash hamda mazkur umumta'lim maktablarida to'siqsiz muhit sharoitlarini yaratish uchun 250 million so'm mablag' ajratish taklif etilmoqda. Jami puli 464 million so'm mablag'ni infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasidan ajratilishi bo'yicha sessiya kun tartibiga kiritib, kengash qarori chiqarishda amaliy yordam berishligingizni so'raymiz. Deputatlarimizga savollar bormi?